Zavqli kun. Zavqli kun dasturi davom etmoqda azizlar. Ana endi biz san'at olamiga sayohat qilamiz. San'at haqida suhbatlashish uchun demak studiyamizga xonanda, sozanda Bahodir Qo'rg'onboyev va ularni doiradagi jo'rnavozlari Jaloliddin Najimovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, dasturimizga xush kelibsiz. Kun xayrli bo'lsin. Marhamat, yurtdoshlarimiz bilan salomlashib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabin do'stlar. Avvalambor sizlarni bugungi til bayramimiz bilan hammanglarni muborakbod etib qolamiz. Albatta yurtimizda shunaqa xursandchilik bayramlar ko'p bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Biz qo'limizdan kelgancha sizlarga mana shunaqa kayfiyat berishda davom etib kelaveraylik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Katta rahmat. Bilasiz, bugun o'zbek tili bayramini nishonlayapmiz. Ochiqni aytganda, har birimizni hayotimizda juda ham katta o'ringa ega ona tilimizda. Ijodkor sifatida mana shu o'rinni ahamiyati qancha deb o'ylaysiz va qay darajada o'rin bergansiz o'zingizni faoliyatingizda? Endi bu savolingizga keladigan bo'lsak, albatta bu o'zbek tili bizda avvalo ona tilimiz hamda biz shu shoir, yozuvchi, san'atkorlar bu tilga mas'ul shaxslar hisoblanamiz. Albatta. Bu ko'pchilik albatta bizning ketimizdan ergashadi mana shu so'zlashuvda ham, boshqa nimalarda ham. Masalan, kiyinish, yurish, turish madaniyati bilan birgalikda shu til sohasida ham albatta bizga ergashishadi. Shuning uchun bunga juda ham bir mas'uliyat bilan yondashishimiz kerak. Biz shu o'zbek tili adabiyotidan xabardor bo'lishimiz kerak. Avvalambor shu fursatdan foydalanib aytib o'tgan bo'lardim. Ayniqsa shu yosh bizni chiqayotgan san'atkorlarimizga bizda shu adabiyotimizdan ko'proq xabarlari bo'lsin. Ko'proq shu badiiy asarlarni o'qishsa, mayli juda ham hali ustozlarning oldiga borib bu adabiyotdan ozgina dars olish imkoniyatlari bo'lmagan taqdirda ham bizda shu badiiy asarlarimizdan bir o'qib foydalanib borishsa, ancha bir maqsadga muvofiq bo'lardi deb o'ylayman. Chindan ham xonandalar o'sha o'zbek tili, umuman til targ'ibotchilari hisoblanadi. Mana o'zbek tilida qo'shiqlar kuylar ekansiz, albatta unda shevalar qo'llanilmaydi. O'sha sof o'zbek tili va o'sha adabiy tildagi matnlardan foydalanilgan holda qo'shiqlar kuylanadi. Mana shu fursatlarda qaysi taronani, qaysi qo'shiqni bizga kuylab bergan bo'lardingiz? Hozir sizlarning e'tiboringizga endi biz o'zimiz bitta mualliflik qo'shig'imizdan havola etgan bo'lardim. Shu O'zbekistonim o'zing degan bitta qo'shig'imiz bor edi. Kuy muallifi ham qo'limizdan kelgancha so'zini ham o'zimiz harakat qilganmiz endi. So'z muallifi ham shu kuy bastalaganda ham o'z mualliflik qo'shig'imiz bo'ladi. Endi shunga bir o'zingizlar bahoylanib berib ketasizlar. Qo'ldan kelgancha ijro beramiz endi. Ona yurt madhingni kuylay, Shavkatim shonim o'zing. Shavkatim shonim nadur, Tandagi jonim o'zing. Ulg'ayib bag'ringda o'sdim, Guldiyar ta'zim senga. Dilda imonim butundur, Jo'sh urar qonim o'zing. Dilda imonim butundur, Jo'sh urar qonim o'zing. Bog'laring jannat makondur, tog'laring osmon par,
gullagan bog'u chamanzor, nurli bo'stonim o'zing. Necha ming shoir g'azalxon, sha'ninga she'rlar bitur. Necha ming she'ru g'azal, dilda dostonim o'zing. Necha ming she'ru g'azal, dilda dostonim o'zing. Necha yil qadding bukildi, toptadi ayyor g'anim. Ohlaring ko'ksingni tildi, o'rtanib yondi taning. Bas yetar qaddingni tutgil, keldi baxtli hur zamon. Mustaqil ona diyorim, O'zbekistonim o'zing. Mustaqil ona diyorim, O'zbekistonim o'zing. Ona yurt madhingni kuylay, shavkatim shonim o'zing. Shavkatim shonim nadur, bo'stonim o'zing. Jo'sh urar qonim o'zing, tandagi jonim o'zing. Katta rahmat aytamiz. Tasannolar ham mehr muhabbatni satrlarga to'kilgan ko'rib turibmiz, ham kuch-quvvat beradigan, bir oldinga intilish beradigan, faxr tuyg'usini beradigan tarona bo'libdi, qo'shiq bo'libdi. Bardavom bo'lsin ijodingiz deymiz va she'rni ham o'zim yozdim deb aytib o'tdingiz-da. O'zi she'r yozishda nimalarga e'tibor berasiz? Satrlarni o'zi keladimi yoki mana shu mavzuda yozishim kerak deb keyin yozasizmi? Endi bu qo'shiq yozilish jarayoniga keladigan bo'lsak, har xil nima bo'ladi. Endi bizdan oldingi ustoz san'atkorlarimiz ham shu ijod jarayonida albatta shu o'zimizda shu adabiyotimizga ko'proq murojaat qilishgan. O'zlari shu aytganimdek shu she'riy kitoblarni, g'azallardan shu ko'proq mutolaa qilishgan o'zlari ham. Biz ham shularni izlaridan borib qo'limizdan kelgancha shu badiiy asarlarni eshitib, endi bizda ozgina imkoniyat cheklanganligi uchun ko'proq men eshitib nima qilaman, shu radio orqali, shu televideniya orqali o'qilgan asarlarni eshitib, shulardan bir ilhomlanib, qanaqadir endi bir shunaqa jarayon bo'ladi, endi buni bir aytib bo'lmaydi endi. Ilhom o'zi keladi, o'zi bir kelib qoladi shu narsa. Endi bu qo'shig'i bir yozilish tarixi bir biz o'zimiz ko'proq endi shu tadbirlarga chiqib turamiz. Biz endi turgan joyimiz shu Qozog'iston chegarasiga yaqin bo'lgani uchun shu Qozog'iston tomonlarga ko'proq endi xizmatlarga chiqqanmiz endi ilgari. Bir shu xizmatga chiqdik, bir ancha endi qolib ketdik yo'lda, endi shu xizmat taqozosi bilan bir 2-3 kun qolib shu o'zimizni shu tug'ilib o'sgan joyimizga qaytib kelgandan keyin endi bir xuddi bir boshqacha bir nima bo'ldi, qanaqadir bir o'zimizni sog'inib, qanaqadir bo'lmasam endi Qozog'iston unaqa uzoq nima emas, o'zimizda o'sha millatdoshlarimiz, o'zimizda o'sha birodarlar sog'inch bo'lgan. Albatta, suvimiz, nonimiz hammasi bir. Endi baribir o'zingizni tug'ilib o'sgan joyingizga qaytib kelganingizdan keyin bir boshqacha qanaqadir odamda bir holat bo'lar ekan. O'zidan o'zi shu holatdan kelib chiqib, endi shu so'z birdan o'zi kelib qoldi, shu narsani qog'ozga qoraladik. Keyin sekin o'tirib shu kuy paydo bo'ldi. Shu ko'p joylarda endi ijro etdik. Baho berishmadi. Ajoyib. Mana hozir yoshlarni, umuman ijodkorlarni kuzatar ekanmiz. O'sha
g'azal mulkining sultoni Alisher Navoiy g'azallariga, Bobur g'azallariga demak o'sha kuy bitib qo'shiqlar yaratishyapti-da. Qo'shiqlar kuylashyapti. Mana shunday betakror asarlar bilan sizni ijodingizda g'azallardan bormi repertuaringizda qo'shiqlar? Albatta. Hazrat Alisher Navoiy g'azallariga bastalangan Shtobaylab degan qo'shiqimiz bor. Marhamat, bajonidil ijro etib beramiz. Akşam keldi külben Gül ruh Ştabeylab Rami suretidin Zahudin Gulabeylab Çekip mücgan şab revler Urub can kastga hancerey Diliga zulf andar tavrdın müşki Tanabeylab Diliga zulf andar tavrdın müşki Tanabeylab Kilip unturdu ilkin Stüdyani deyir dirdi hayvaya Tekellüm başladı her lahzadan duri Ştabeylab yarim canim hayvaya bir dert yare hayvaya Kelezari barakeş aşığım ben sizde çıktırsana vay Ben oldum lan aytan Neyin eyli cevap eyle bey
نقشر تک ها بندم نوایی بیک ترتاسو نقشر تک ها پیلبی Gap bo'lishi mumkin emas. Tashakkur izhor etamiz. Ijtimoiy tarmoqlar orqali bizga nomalar kelishni boshlagan. Assalomu alaykum, hurmatli zavqli kun ijodkorlari. Barchani bugungi kun bilan muborakbod etaman va bugun dasturingiz mehmoni Bahodir qori Qo'rg'onboyevni ijodlariga omad tilab qolaman. Bugun ham oldingi ko'rsatuv kabi mazza qilib oila davrasida eshitib o'tiribmiz deb Jasurbek Irisboyev degan hamyurtimiz demak mana shunday nomani bizga yo'llabdilar. Umuman olganda o'sha muxlislar tomonidan, teletomoshabinlar tomonidan yo'llanadigan mana shunday nomalar ijodkorlarga yanada bir kuch, g'ayrat bag'ishlaydi. Nima dedingiz? Hozir kuylayapsiz, tinglayapmiz. Haqiqatdan go'zal, ovozingiz ko'z tegmasin. Har bir insonda o'zi iste'dod bo'ladi. Muhimi uni paytida ilg'ash va o'zini ustida ishlab, keyinchalik o'sha mukammal tarzda o'zlashtirish kasbiy ko'nikmalarnida. Siz o'zingizni iqtidoringizni qachon anglagansiz va aynan qo'shiqchilik meni yo'nalishim, meni qalb kasbim deb o'ylagansiz? Men shu esimni taniganimdan boshlab shu san'at sohasiga qiziqib boshlaganman. Shu otam rahmatli menga shu bizda endi oilada umuman musiqa san'atidan xabardor bo'lgan odam bo'lmagan. Ha, siz yangilik qildingiz. Men chiqib qolganman shu. Endi uydagilar qo'llaridan kelgancha menga yordam qilishgan. Shu tavakkaliga otam rahmatli shu magazinga borib bitta rubob sotib olib kelib berganlar, shu bilan shu rubobni chalishni o'rganib, albatta ustozlarimiz yordamida qo'limizdan kelgancha shu ijodni boshlaganmiz. Shu yoshligimdan shu qiziqish bo'lgan. Shu paytgacha shu san'at sohasida shug'ullanib kelamiz endi. Dastlabki o'sha sozni o'rganish jarayonlari mustaqil tarzda bo'lganmi yoki ustozlar ko'magida? Yo'q, mana shu rahmatli tog'am bo'lganlar birinchi soz ushlashni o'rgatgan. Birinchi ustozim shu tog'am bo'lganlar bu sohada. O'zlari endi boshqa sohada bo'lsalar ham endi shu havaskor sozanda bo'lishgan. Endi o'sha paytda ko'pchilikda biz yoshlik paytlarimizda ko'p xonadonlarda shu chalishni bilishsa bilishmasa o'zbek sozlari bo'lardi. Rubob, dutor, tambur degan sozlar bo'lardi. Endi o'sha xonadon egalari chalishmasa ham kelgan mehmonlar chalib devorlarga osib qo'yiladi. Davralarda shu o'zlarini bir kayfiyatlarini ko'tarib mana shunaqa bir nimalar bo'lardi. Endi shu jarayonlarni ko'rib bizda shu qiziqish uyg'ongan bo'lsa kerak endi yoshligimizda. Demak, bugungi kunda o'sha qaysidir ma'noda ustozingizdan o'tdingiz aynan cholg'u ijro etish bo'yicha, to'g'rimi? Endi albatta bu sohada endi shug'ullanib endi albatta ustozimiz endi sababchi baribir endi ustozdan o'tdik demaymiz. Hech qachon shu ustozlarga hamisha shogird bo'lib qolamiz. Hech qachon endi ustozlardan nima deydi? Oldinga o'tdik deb ayta olmaymiz. Baribir bir endi bir rivoyat bor. Shu hozir fursati kelib qoldi shuni. Bir juda ham bir mashhur polvon inson bo'lgan ekan. Shu 40 ta usulda shu kurashish uslubini biladigan odam bo'lgan ekan. Shu shogirdiga o'rgatganda endi bir shogird shu darajada bir kibrlanib ketgan ekanki, ustoz, men sizni shu hamma usullaringizni o'rgandim. Men sizni har bir nimada usullaringizni bilib oldim. Endi men sizni kurash nimada yengaman deb haligi sal kattaroq gapirib qo'yganda, haligi ustoz bilan shogird xullas kelishib bir joyda xullas yig'ilishib shu xalq davrasida boshlashganda haligi ustoz shogirdni yenggan ekan. Sababi ustoz o'sha 40 ta usulni o'rgatgan ekan, 41-usulni olib qo'ygan ekan. Shuning uchun hech qachon balki ustozlardan o'tib ketdik degan narsa hech bizning xayolimizda bo'lmagan. Baribir ustoz o'rnida. Baribir tajriba o'zining so'zini aytadi. Tajriba baribir o'zining so'zini aytadi. Moddiy manfaat o'z yo'liga-yu, lekin har bir xonandani kuylashdan o'zini bir zavq oladigan tarafi bo'ladi. Kimdir o'sha uni tinglayotgan odamlarni ko'rib turishni, zavq olayotganini ko'rishni istaydi. Kimdir olqishlarga o'sha umid bilan chiqadi. Sizni qalbingizdagi o'sha nima deymizmi, kutuv deymizmi, nimaga nisbatan, misol uchun kuylayotgan paytingizda?
avvalo o'zimizni shu qalbimizga g'uborlar chiqib ketadi masalan kuylaganimizda. O'zingiz maza qilasiz Albatta birinchi. o'zim maza qilaman masalan. Shu ko'ngildagi ba'zi paytda endi o'sha yaxshi kayfiyatingizda ham o'sha ozgina bir og'ir kayfiyat bo'lib qolganda ham qanaqadir men bir qo'shiq kuylaydigan bo'lsam, o'sha narsalar o'z-o'zidan chiqib ketadi. Hamda kimdir eshitib albatta rahmat aytsa ham masalan xursand bo'lamiz albatta. Shogirdlar ham tayyorlayapsizmi? Ha, shogirdlarimiz bor. Endi Ularning natijalari qanaqa siz kabi mana o'rganishyaptimi, istiqboli qanaqa? albatta o'rganayotganlar ham bor endi. Hozirgi paytga kelib endi sal yuzaki yondashayotganlar ham bor endi. Albatta hamma o'ziga yarasha. Hozir aynan mana shu masalada fikringizni so'ramoqchi edim. Bugungi kun yoshlari mana katta qo'shiqlar deymiz, milliy an'anaviy kuylarimizni, qo'shiqlarimizni o'zlashtirishda qay darajada faol va ularni o'sha faoliyati sizni qay darajada ko'nglingizni to'ldira olyapti? Endi hozirgi paytda juda ham oson bo'lib qoldi. Oldingiga qaraganda bizni yoshlik paytimizdagiga o'xshab masalan kutubxonalarga borib, adabiyotni qidirib, kerakli kitoblarni qidirib topib, o'sha kitoblarni o'qib o'rganish jarayoni ancha osonlashib qoldi, chunki ijtimoiy tarmoqda hozir hamma narsa bor. Lekin shuncha imkoniyatlarga qaramasdan yoshlarimiz sal sustroq ketishyapti deb o'ylayman, chunki o'sha qo'shiqchilik nimalarni ham kuzatib boramiz. Bundan yaxshiroq harakat qilsa bo'lardi. Albatta. Bu imkoniyatlardan kelib chiqadigan bo'lsak, bundan ham yaxshi harakatlar bo'lishi kerak. Albatta o'sha har bir xonandani o'zi mazza qilib ijro etadigan qo'shig'i bo'ladi. Balki u qo'shiqlar o'zgaruvchan bo'lishi mumkin, ya'ni qaysi ma'nodaki o'zgarib turishi mumkin, boshqa qo'shiqqa almashishi mumkin. Xuddi shunday holat aynan tinglovchida ham bo'ladi. Bugungi kunda, hozirgi daqiqada deymizmi, sizga eng manzur bo'layotgan va o'zingiz mazza qilib kuylayotgan qo'shig'ingizni bizga aytib bersangiz degan niyatimiz bor. Mayli. Ozgina so'z. Hozir shu ustoz san'atkorimiz Rustam Qoratursunov ijro etgan bitta qo'shiq ijro etib beramiz. Qora sochlar deb. E'tiboringizga havola qilamiz. Qora sochlar o'sib toshga tushibdi. Qora sochlar o'sib toshga tushibdi. Hamma savdo bizning boshga tushibdi. Hamma savdo bizning boshga tushibdi. Tilab olgan tilamchi sevgim kelib bag'ri toshga tushibdi. Tilab olgan tilamchi sevgim kelib bag'ri toshga tushibdi. Yoril dedim, yorilmadi tosh. Dilga qoril dedim, qorilmadi tosh.
Yorul dedim yorilmadi toz. Dilga qoril dedim qorilmadi toz. Qancha to'ksam ko'z yoshimni battarroq ichib yetim bo'ldi yor bo'lmadi tosh. Qancha to'ksam ko'z yoshimni battarroq ichib yetim bo'ldi yor bo'lmadi tosh. Bir bandiday bag'ri toshga boylandim, ketolmadim, to'kildi bandi bandim. Bir bandiday bag'ri toshga boylandim, ketolmadim, to'kildi bandi bandim. Xon qilurga davlatim yo'q edi kun uchuk yana kelingiz deb tilandim. Xon qilurga davlatim yo'q edi kun uchuk yana kelingiz deb tilandim. Vido demay, vidolarni kuydiray. Sevdim demay, sevgilarni sevdiray. Vido demay, vidolarni sevdim demay, sevgilarni sevdiray. Sizga mening bitta sevgim yetmasa, shu sevgimga qo'shib jonimni beray. Sizga mening bitta sevgim yetmasa, sevgimga qo'shib jonimni beray. Qora sochlar o'sib qoshga tushibdi, qora sochlar o'sib qoshga tushibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Katta rahmat Tashakkur aytamiz. izhor etamiz. Bugungi dasturimizdagi ishtirokingiz uchun salomat bo'ling deymiz. Ijodiy muvaffaqiyatlar hamisha hamroh bo'lsin. Aziz yurtdoshlar, hurmatli teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi dasturimiz uchun ajratilgan vaqt o'z poyoniga yetdi. Navbatdagi jonli efirlarda sihat salomatlikda, bag'ri butunlikda diydorlashguncha o'zingiz va yaqinlaringizni asrab avaylang. Til qalbimning eng yaxshi do'sti, unda yashaydi hayotning o'zi deganda haq edi Muhammad Yusuf. Bugun 21-oktyabr o'zbek tili bayrami kuni. Har doim qalbimizda ona tilimizga bo'lgan qadr-qimmat yuksak bo'lsin.
Siz bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Yana jonli efirlarda ko'rishguncha omon bo'ling, yaxshilarga, yaxshiliklarga hamroh bo'ling. Ko'rishguncha. Zakli kod